belgi rejasini og'rig'ini qoldirishga top 3 yotish usuli. Demak, bu yotish usullarini qo'llaganingizda belgi rejasi og'rib turgan joyda og'riqlar nisbatan qo'yib yuboradi va joningiz kirishiga sabab bo'ladigan 3 xil yotishni bugun o'rgataman. Videoning rejasi bor do'stlarga jo'natib qo'yamiz. Bizga like bosib, obuna bo'lib, pastdagi nomerlarga girejangiz bo'lsa, telefon qilib navbatga hozir keling, davolab berishimiz mumkin. Biza boshladik, siz bo'lsa kuzatib boring. Birinchi, disk uchrasi og'riqlardan qutulish uchun to'g'ri yotish oyoq o'ziga tortish orqali bajariladi. To'g'ri yotgan holatda og'riq juda kuchli, oyoq xuddi shuni o'zingizga tortasiz qoringa va oyoqlaringizni ikkita qo'lingiz bilan ushlab, o'zingizga qancha tortsangiz, ko'ryapsiz, do'ng'aza qismi cho'ziladi. Oyoq bilan oldinga keladi. O'sha vaziyatda do'ng'aza ochilishi natijasida siqilib turgan disk ozgina qo'yib yuboradi, og'riqlar pasayadi. Xuddi shunaqa biroz yotib og'riqlarni pasaytirib olib, keyin boshqa usulda yotishga o'tishingiz mumkin bo'ladi. Demak, juda ham qulay, juda ham oson, hech qanaqa xavfi bo'lmagan disk uchrasi uchun yotish. Lekin do'stlar, men hozir bir necha usulini o'rgataman. O'shalari bittasi sizga tushadi. Tushunyapsizda, aynan buni qilayotganingizda og'riq qolmasa, xafa bo'lmang. Men juda ham og'riq kuchli xuruj qilayotgan odamlarga maslahat beraman hamda ikkinchi yotishni siz qo'llab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu foyda bermagan paytda, tushundingizda? Hozir oyog'ini qo'yib yuboramiz. Endi do'stlar, mana shunaqa narsani necha daqiqa takrorlay desa, xuddi shunaqa qilganingizda og'riqingiz qo'yib yuborsa, shu pozada qancha og'risangiz, shuncha yotishingiz mumkin bo'ladi. Demak, like bosdingiz, obuna bo'ldingiz, pastdagi nomerga murojaat qilib girejangiz bo'lsa, kelsangiz davolab beramiz. Va biza ikkinchi yotish hozirasiga o'tamiz. Ketdik. Og'riqni qoldiruvchi, belgi rejasi og'riqlardan qutqaruvchi, yengillatuvchi yotishi ikkinchi usulini sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Bunda og'riq juda kuchli, shunday yonboshlab yotasiz, yostiqqa yoki ustingizga yopadigan ko'rpani oyoq orasiga qistirishingiz kerak bo'ladi. Mana xuddi shunaqa qistirib, sal oyog'ini yig'ib olamiz oldinga. Mana xuddi shunaqa holatda ikkita oyog'imiz ochilganda do'ng'aza ham o'zini bo'sh qo'yadi hamda oldinga tortib yotganimizda boyaginaqa do'ng'aza qismimiz ochilishi yuzaga kelib, do'ng'aza ochilganda og'riqlar pasayishiga sababchi bo'lib qoladi. Bu ikkinchi usul hisoblanadi do'stlar. Demak, bu ham degani boyagi usulda ham bu usulda ham og'riq qonli qolib ketadi degani emas. Bir xil insonlar biladi, qiyshayib sizda shuni holat bo'lganmi? O'zi zo'r g'o'rasi kelib yotgan joyingizda ham qo'ymay uxlatmaydi tunlarida. Millimetr shunaqa katta bir xillarda misol uchun siqib qolgan jarayon uxlatmaydi. O'sha jarayonda xuddi shunaqa yotsangiz, og'riq qo'yib yuborish kerak. Bu ikkinchi usul. Lekin uchta usulimizning bittasida og'riq nisbatan uxla oladigan darajada tashlab yuborishi aniq. Va bu usullarni qo'llab ko'ring. Bunda belgi rejasida xuddi shundoq yotsangiz ham, uxlasangiz ham bo'ladi. Lekin boyaginda qo'lingizni tortib uxla olmaysiz. Albatta xuddi shunaqa qilib og'riq kuchayib ketgan paytda yota olasiz. Mana bu holatda bo'lsa, uxlasangiz bo'ladi benim. Shundaylar, pastdagi nomerga murojaat qilib kelyapsiz, sizga rejangiz og'riyotgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling. Shunaqa holatlar sizda kuzatilganmi? Har deb kommentariyada yozib qoldiring. Men bo'lsa, 3-usulni sizga ko'rsataman. Embrionga o'xshab yotish usuli, buni ko'pchilik bilmaydi. Men Instagramimda ham olib chiqdim. Instagramim Zuhrida Zaloq deydi. Qisqa zo'r ma'lumotlar bilib olishingiz mumkin. Kirib obuna bo'ling hamda mana shu yotishni, demak, embrionga o'xshab yotish hisoblanadi va ko'pchilik bilmaydi. Mana do'stlar, disk uchrasini ancha og'riqlarni qoldirib, shunaqa noqulay bo'lsa ham uxlaydigan odamlar topiladi. Nima uchun? Mana mashina qilganda og'riq qo'yib yuboradi. Kuchli og'riq bo'layotgan bir jarayonda bo'ksa qismingiz og'riyotibdi, qiyshayib qoldingiz, mashina qilib zo'rg'a yuribsiz, o'sha jarayonda kelib yotib olganingizda tepaga qarab oyog'i yig'ib yotib ko'rdingiz, qo'yib yubormayapti. Yonboshlab yostiqni tiqib ko'rdingiz, qo'yib yubormayapti. Mana do'stlar, embrionga o'xshab yotib ko'ring, do'ng'aza ochiladi, bemalol og'riqni qo'yib yuborishi mumkin bo'ladi. Juda ham kuchli og'riq bilan yurgan insonlarga bu videoni jo'natib qo'yamiz. 3ta disk uchrasi uchun oson yotish usulini bugun o'rganib oldingiz. Ma'lumot yoqqan bo'lsa, yoqdi deb har deb kommentariyada yozib qoldiring. Like bosib qo'ying. Girejangiz bo'lsa, bizga navbatga yozilib, mana bu nomerlarga kelishingiz mumkin. Davolab berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zingiz asrang. Yana qanaqa mavzu sizni qiziqtiradi? Pastda kommentariyada yozib qoldiring. O'zingiz ehtiyot qiling.